26 to'lamiz. Xo'p, uyda nechta farzanding bor qizim? 3ta. Hamshiralik kursini o'qishdan maqsadim Qizlarimga, oilamga o'quv. kerak vaqtda avvalambor o'quv qilish hech ham kerak bo'lmasin, u ekstrenniy vaziyatlarda Gulchehra pasta qanaqa bizda как profilaktika kasallikni oldini olish maqsadida davolanishda biz qilsak bo'ladi. Xo'p, demak, qayin tomir aniqlab olamiz. Shu qizimizni videoga olganman. Tomirga tushishlarini bor-boricha ko'rsatamiz. Dahshat. Paxtani qarang, chap qo'lga olib olasiz, shpitsingizni qo'lingizga olib oling уже. Artishdan avval olib olasiz и ushlab oling. Latokka sol hammasini. Hayajonlanmang. Da, raqam tarafidan ko'zni to'g'rilamagansiz, to'g'rilab olamiz. Sizchi, qarang, elementarniy narsalarga ahamiyat bering. Mana shuni ushlab olasiz. Xo'p, artamiz. Qo'lni pastani taranglashtiramiz. Mana shishkani ko'rasiz. Mana shu shishkaga borishingiz uchun sal pastroqdan yurasiz. Odamga qilasan. Ketdik. Qilasan? Yuring. Yo'q. Ustiga chiqing endi. Yo'q. Qon torting. Молодец. Жгут. Yaxshi. Bor-boricha oldik. Yana bitta qon tortamiz. Birinchi qilishingmi qizim? Yo'q. Уже ikkinchimi shunaqa qilishyapti-da уже. Venaga ikkinchi marta qilishingmi? Botirmaymiz. Chalg'itib ham turaman, ko'rdinglarmi? Ikkinchi marta qilishlarini venaga? Ha, ikkinchi marta qilishlar. Zo'r.